Mana biz ilonboshimiz bolalari mana ancha katta bo'lib qolishdi. Ertamanda ovqat beryapmiz bunga mana. Birin-ketin mana ovqatga kelishyapti baliqlarimiz. Juda chiroyli, ama katta bo'lib qolishibdi mana. Ovqatga kelishdi mana, yeyishni boshlashdi. Katta bo'lib qolishdi mana baliqlarimiz. Mana juda chiroyli yeyishyapti ovqatni mana. Buni ko'pligini aytmaysizmi buni? Mana baliqlarimiz. Juda chiroyli mana katta bo'lib qolishdi mana bular. Mana yeyishlarini qaranglar mana. Mana baliqlar. Xudo xolasa mana juda ko'p. Mana